Assalomu alaykum. Ko'pchilik shashlik sirrini yashiradi. Bugun men sizlarga hammasini ko'rsatib o'taman. Faqat toza go'sht, tabiiy ziravorlar va to'g'ri marinovka. Bu safar biz mol go'shtining eng yumshoq qismi kontrfilesidan foydalanamiz. Bu qism yumshoq, tolalari mayin, pishganda og'izda eriydi. Shuningdek, oqsil ko'p, bu tanani quvvatlantiradi. Faqat bu joy go'shtning eng nozik qismi bo'lgani uchun qimmatroq. Avval piyoz. Bu go'shtni tabiiy yumshatadi. Suvini ichida saqlaydi. Shu bilan birga tabiiy antioksidant bo'lib, hazmni yaxshilaydi. Keyin pomidor shashlikka shirodorlik beradi. Gazli suv esa go'sht tolalarini ochib ichiga tam kirishini osonlashtiradi. Faqat gazli suvni ko'p solish kerak emas. Go'sht haddan ortiq yumshab ketadi. Qora murch go'shtga achchiq lazzat berib, zira bilan hidi shashlikda tanlanadigan qiladi. Kashri esa tabiiy xushbo'y ta'm beradi va xmel usneli esa go'shtga biroz kavkazcha tabiiy ta'm qo'shadi. Oxirida ozgina o'simlik yog'i. Bu go'shtni qizargan sershira va tiniq qiladi, lekin ortiqcha yog' shashlikni og'irlashtiradi. Shuning uchun 1-2 qoshiq kifoya. Marinamatni ustini yopib, kamida 1 soat dam beramiz. Shu orada har bir ziravor o'z ta'mini go'shtga singdiradi. Bunday shashlikni tayyorlash oson emas, lekin har bo'lagi bunga arziydi.